Hammaga salom alaykum bo'llar. Sizlar bilan bugun Master YouTube kanali. Bugun men sizlarga mana shunaqa avatar yasashni o'rgataman. Videoni boshlamasdan oldin videoga bitta like bosib, bo'llar kanalga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Unda biz videoni boshladik. Bo'llar, buning uchun bizga mana shu programma kerak bo'ladi. Buni Pixel Art deb qidirasizlar. Buni sizlar Play Market va App Store'dan topsanglar bo'ladi. Mana shunaqa bosgandan keyin buni o'rnatib olasizlar. Men o'sha o'rnatib olganman. O'shaning uchun endi men ochishni bosaman. Qaranglar, mana shunaqa avatar kreatsiyamiz Power Mobile'ga. Endi sizlar kirganinglarda Google akkaunt kirgizishinglarni so'raydi. O'shaning uchun kirgizasizlar, kirasizlar va plyusni bosasizlar va bu yerda sizlar nimani bosasizlar? Bu yerda sizlar mana bu pustoyni bosasizlar, pastdagi mana shu pustoyni bosasizlar va mana shunaqa bosasizlar pustoyni. Va mana shunaqa sizlarda pustoy o'yini ochiladi. Buning uchun endi biza orqa fon qo'yib olishimiz kerak. Stikkerga bosamiz va bu yerdan o'zingizga kerak orqa fon tanlaysizlar. Menga masalan mana shu orqa fon yoqadi. Shuni mana shunday kattalashtirib olasizlar. Va bu yerdan tepadagi mana bu tepadagi ptichkani bosasizlar. Va yana endi bizga personaj kerak bo'ladi, public personaj. Stickerni bosasizlar va men bu yerda tepada mana poisk bor. Mana shuni bosasizlar. Sizlar public deb yozasizlar. OKni bosasizlar. Mana sizlarga public stickerlar chiqib keldi. Sizlar bu yerdan xohlagan personajlarni qo'yasizlar. Agar sizlarga personaj kerak bo'lsa, men bunaqa qilib yozinglar. Public person deb. Mana chiqadi. Bu yerda bo'ladi. To'g'risini aytaman, normalniy personaj yo'q. Hammasi eski. O'shaning uchun bo'lmaydi. Men shunday yasayman. Ko'pincha public deb yozasizlar. Men ko'pincha men shundan yasayman. Mana bolalar, uzr bolalar, sal hayajon bor. Bu meni YouTube'ga birinchi videoyim. Katta birinchi videoyim. O'shaning uchun hammanglardan uzr so'rayman. Mana shu endi o'zingizga to'g'rilib olgandan keyin kattalashtirib mana shunaqa mana bu tepadagi ptichkani bosamiz. Ptichka. Va endi tayyor. Endi biz bunga tekst yozishimiz kerak. O'zimizni nickname'imizni publicdagi tekst. Va bu yerdan master deb qo'yaman. Va mana shunday tushadi bu bolalar. Buni sizlarga bitta maslahat beraman. Buni bunday pastga qo'ymanglar. Nimaga deganda Telegram, YouTube kanallaringizga qo'yganinglarda ko'rinmay qoladi. O'shaning uchun mana shunday o'rtaroqqa qo'yiladi. Kattalashtiringlar buni. To'g'rilab mana shunday menigidek. Va endi men bu pastda отводкani bosinglar mana. Отводка. Va bu yerdan o'zingizga kerak svetinglarni qo'yinglar. Menga mana shu yoqadi ko'proq. Buni 50 da qo'yinglar. Normalniy bo'ladi. 50 da qo'yganinglardan keyin bolalar sizlarga yana nima kerak? Sizlarga yana stickerlar kerak. Stickeringni bosasizlar yana. Sizlar tanlashinglar kerak bu yerdan. Xohlagan narsalarni qo'yinglar. Men ko'pincha mana shu Zavikramga qo'yaman. Mana shunday qilib cho'tkib qo'yaman mana shunday. Va yana ptichkani bosamiz. U to'g'rilib olgandan keyin yana kerak. Men yana ikkita Zavikramga qo'yaman. Mana shunday. Bo'la juda ham oson, o'rganib olsanglar. Va yana ptichkani bosamiz va endi bu yerga bizga yana narsalar kerak. Men va yana dollar rasmlarini qo'yaman. Janob Franklin rasmlarini dollar mana. Mana shu dollarni qo'yaman tepadagi o'ng taraf. Buni ham mana shunday to'g'rilab cho'tki bo'ladi bolalar. Agar sizlarga yoqmasa o'zingizlar xohlagan narsani mana shu yerga yozib topsanglar bo'ladi.
Va mana shunday qilib yasasanglar bo'ladi. Bolalar hali men ham juda yaxshi yasab olmayman. Nimaga deganda hali bu programmani kecha ustanovka qildim va sizlar uchun o'rgandim. Yana stikeri va men bu yerda endi UC rasmlarini qo'yaman. UC men bu yerda. Yana kubok deb yozamiz. Pastroqqa tushirishlar mana UC rasmlar xohlagan ramkalari ham bo'ladi. Bu yerda sizlar PUBG Mobile YouTube kanallaringga preview yasasanglar ham bo'ladi. Mana shunday kichkinagina qilib, mana shu pastga xalaq bermaydigan joyga qo'yaman mana shunday. Mana bolalar yana stiker. Endi buni bolalar yana men UC pastroqqa tushaman. Nimalar bor ekan? Mana buni bolalar, men bunaqa personajlar ham bor. Men bunaqalari ham bor. Xohlagan narsalarni topsanglar bo'ladi. Mana beb rasmlar hammasi bor. Men bu ham bor. UC yana xalaq bermaydigan joyga buni endi yana kichkinagina qilib qo'yaman bolalar. UC bolalar endi buni qanday galereyalarga saklasanglar bo'ladi. Mana bolalar, men mana shunaqa qilib yasayman. Buni bolalar yana yorqin qilsanglar bo'ladi. Mana shu tekst ortiga. Buning uchun men buni yoniga blik deb blikni bosasizlar. Va men bu yerda ko'p men bunaqa narsalar bor. Men ko'pincha mana shuni qo'yaman, mana. Mana shuni qo'yaman. Bosasizlar. Uzr. Mana shunday mana. Bu bolalar kattalashmayapti, onasini emsin. Mana shunaqa kattalashtirasizlar-da, buni xullas. Bo'lmadi. O'zini holiga qaytarasizlar-da, mana ptichkani bosasizlar. Bolalar, shu bilan bizning avatarkamiz tayyor. Bolalar, men agar men shu video bir hafta ichida 100 tami 150 tami like qilsam, keyingi videoda qanday qilib kuchsiz telefonlarga 120 fps qilishni o'rgataman. Endi bu avatarkani qanday saqlanib qilsa bo'ladi? Buni men bunday mana bu 3 ta nimani bosasizlar. Bosinglar. Bu yerda bolalar reklama ko'rsatadi. Men bu reklamani yashiraman. YouTube ban berib o'rishi mumkin. Va bu yerdan tepada men bu X ni bosasizlar. Va yana men bu 3 ta nimani bosasizlar. Va bu yerdan propustitni bosasizlar. Bo'ldi, sizlarni galereyalarga saqlanib bo'ldi. Va buni yana galereya. Mana bo'lmas ekan bolalar, uzr. Hozir yana propustit. Mana bolalar. Shunaqa buni saqlanib qilasizlar. Mana HD rasmlar bular bolalar. Men buni bosasizlar. X Сохранение в галерее deydi bolalar. Mana shunday qilasizlar. Сохранение desa bo'ldi. Sizlarning galereyalarga saqlanib bo'ladi. Mana bu bizning hozir yasagan rasmimiz. Buni ham men buni bosasizlar, saqlashni. X ni bosasizlar. Сохранение в галерее deb chiqadi. Hozir sizlar ko'rmadinglar buni. Mana shunday qilib mana saqlanib bo'ladi. Mana Сохранение в галерею deb chiqdi. Endi galereyalarga kirib tekshirasizlar. Mana bolalar. Hozir yasagan rasmlarimiz mana. Buni men kecha yasagandim. Bu HDR format. HDR formatda ham yasashni bolalar keyingi videolarda o'rgataman. Sizlar bilan bugun bolalar Master YouTube kanali bo'ldi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.